Hozir qayerdaman? Bu yerga qanday keldim? Nega sizni ko'rmayapman? Bu kim? Axir bu men-ku. Tush hayotimizning ajralmas qismi. Miya ma'lumotlar ombori deb oladigan bo'lsak, o'sha ombor juda bir tartibsiz holatda bo'lsa, bizning tushlar ham xuddi shunga monand. Ya'ni reallikdan uzoq, voqea, joy, pozitsiya, lokatsiya, odamlar turli joylarda va turli maqsadlarda harakat qilishadi. Biz esa hayotdagi kabi jarayonga moslashamiz. Nega unda ko'pchilik men qayerdaman o'zi, nega bu yerga kelib qoldim deb tushini boshqara olmaydi? Nima uchun biz hamma tushlarni ham eslay olmaymiz? Rostdan ham tush kelajakka ishorami? Bugun shu haqida gaplashamiz. Barchaga salom, sizlar bilan YouTube kanali Uyqudagi sehrli olamga xush kelibsiz. Bugun siz video davomida eng ko'p tarqalgan tushlar, miya tasviri, yiqilish va suzish holatlari, ma'nosiz hamda tartibsiz voqealarning sabablari, tushning o'tmish va kelajakdagi bog'lamlari, umuman tush ko'rmaydigan inson hayoti haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Marhamat, tomosha qiling. Tush bu haqiqiy hayotga o'xshamaydigan, boshqa hayotda yashab o'tadigan bizning ikkinchi realligimizdir. Tushda biz parvoz qilishni, suv ostida nafas olishni, bosh aylantiradigan harakatlarni bajara olamiz. Ba'zi odamlar kelgusida aynan ularni nima kutishi haqida bashorat qiluvchi tushlarni ko'rganliklarini ta'kidlashadi. Shunday qilib, prezident Abraham Lincoln tushida o'z o'limini ko'rgan. Mark Twain esa kelajakda akasining o'limini o'z tushida guvohi bo'lgan. Bir vaqtning o'zida bir nechta kishi Titanikning fojiasini, uning haqiqatdan ro'y berishidan oldin tushlarida ko'rishgan. Olimlar hanuzgacha bu fenomenni tushuntira olmaydilar. Ammo ularning eng ilmiy jihatdan olg'ir fikrlovchilari ham bu faktni inkor etmaydi. Shuning uchun agar siz biron bir muhim hodisani tushingizda ko'rgan bo'lsangiz, bunda bu tush sizga haddan tashqari haqiqiydek tuyulsa, unda uni fikrlash uchun yangi ozuqa deb qabul qilavering. Qandaydir ishora sifatida, lekin ishontirib aytamanki, kechqurun soat 2 da Instagramda allambalo videolarni tomosha qilib, to'satdan qo'rqinchli sahnalar chiqib qolsa, siz zarurat uchun tashqariga chiqish taklifini miyangizdan отказ qilasiz. Ko'rpaga o'ranib, beo'xshov tushlarni zakaz qilasiz. Shunda nima sodir bo'ladi? Buni hozir bilib olasiz. Eng keng tarqalgan tushlar: maktabda yoki universitetda imtihondan muvaffaqiyatsizlikka uchrash, havo kemasining parvozi yoki qulashi, suzish, falajlik yoki harakatlanishda qiyinchilik, birovdan qochish, odamlar, hayvonlar yoki xayoliy mavjudotlar tomonidan o'g'irlanish, tabiiy ofatlar, tish to'kilishi, tahqirlanish holatlari, avtobusga yoki poyezdga, samolyotga kechikish, binoda yashirin xonalarni qidirish, pul qidirish yoki yo'qotish, o'tmishdagi yoki hozirdagi odamlar bilan uchrashuv, homiladorlik yoki tug'ish, notanish vaziyatlarda notanish odamlar bilan uchrashish. Bu aslini olganda yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi eng ko'p tarqalgan va eng keng tarqalgan tushlardir. Aslini olganda tush ko'rish qobiliyati embrionlik paytidayoq paydo bo'ladi. Go'daklar orasida bu ancha keng tarqalgan. Kichkintoylar kunning 70% da uxlashadi va bu vaqtning 50% da esa ular turli xil suratlarni ko'rishadi. Hayotning birinchi yillari jadal rivojlanishga, atrofimizdagi dunyoni va o'zimizni o'rganishga bag'ishlangan. Shuning uchun uyqu aqliy faoliyatni shakllantirishda juda muhim rol o'ynaydi. Shuni ham aytish kerakki, biz hayotimizning 1/3 qismini uyquda o'tkazamiz. Har kecha biz taxminan 5 ta tush ko'ramiz. Ularning umumiy davomiyligi 1,5 soatni tashkil etadi. Uyqumizning paradoksal qismida, ya'ni tush ko'rish paytida miya uyg'oqlikdagi kabi jadal ishlaydi. Uyquning ko'p bosqichlarida tanamizdagi jismoniy jarayonlar sekinlashadi. Tana dam oladi va miya to'lqinlari chastotasi pasayadi. Ammo tushlar davrida bizning kulrang moddamiz 100% ishlaydi. Puls va nafas olish tezlashadi, ammo mushaklar falaj holatda bo'lib qoladi. Tush o'tmish va bugunning aralashmasi desam ishonasizmi? Bu bor gap. Garchi olimlar uyqu paytida miyaning holatini muvaffaqiyatli namoyish eta olgan bo'lsalar-da, ushbu murakkab mexanizm haqida hali ko'plab savollar mavjud. Ko'rinishidan tushda miya tasodifiy xotira bankidan ma'lumotlarni oladi. Ushbu ma'lumotlar vaqt jadvalida turli joylarda joylashgan. Shundan so'ng ong osti xotiralarni tasodifiy tartibda aralashtiradi. Tushdagi elementlar oldingi kundan, o'tgan haftadan yoki bir necha oy oldin sodir bo'lgan voqealardan olingan bo'lishi ham mumkin. Bu shuni
anglatadiki, agar siz biron bir odamni tasodifan ko'chada uchratib qolsangiz, u haqidagi tushni bir necha haftadan keyin ham yoki turli vaziyatlarda yoki boshqa joyda ham ko'rishingiz mumkin. Tushlarsiz yashaydigan inson u oramizda bor va biz bilan birgalikda nafas olyapti. Urush paytida Yuvilning boshini jarohatlagan rikoshet zarbasi butun shifokorlarni hayratda qoldirdi. Umuman olganda 1982-yilgacha hamma uchun bitta narsa ayon edi. Inson uyqusiz va tushlarsiz yashay olmaydi. Kalamush va mushuklar tush ko'rish jarayonidan mahrum qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatishicha, tajriba qilingan hayvonlar sinov paytidan bir necha hafta o'tgach nobud bo'lgan. Ushbu tajribadan so'ng shifokorlarda hech qanday shubha qoldirmadi. Tushlarning fazasi hayotni davom ettirish uchun juda muhimdir. Biroq yarador Yuval bilan bog'liq vaziyat mutaxassislarni shubhaga qo'ydi. Yuqoridagi hodisa sodir bo'lgan vaqtdan boshlab to bugungi kungacha u hech qanday tush ko'rmadi. Bu odamni ko'pgina professorlar tekshirib ko'rishgan va shuni aniqlashdiki, o'q miyaning pons yoki ko'prik deb nomlangan qismiga tegdi. Aynan u tungi tasvirlarni shakllantirishga javobgardir. Shifokorlar tush ko'rmasa Yuvalning xotirasida jiddiy muammolar paydo bo'lishini taxmin qilishdi. Ammo u muvaffaqiyatli huquqshunos va rassom bo'lib, to'liq va baxtli hayot kechirmoqda. Kundalik fikrlashdan farqli o'laroq tushda mantiq yo'q. Siz bir joyda bo'lishingiz yoki to'satdan bir vaqtning o'zida butunlay boshqa joyda bo'lib, g'alati narsalarni qilishni boshlaysiz. Bunday tartibsizlik kimga kerak? Albatta o'zimizga. Bu bizning xotiramizni qayta tartibga keltirish uchun kerak. Tushda ong osti barcha yangi ma'lumotlar va tajribalarni to'playdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tushlarni yo'qotgan odamlarning miyasi o'z vazifalarini yomon bajaradi va ularning xotirasi uxlaydigan va tush ko'radiganlarnikiga qaraganda sezilarli ravishda zaiflashadi. Shuning uchun ko'proq uxlang, ammo peshingacha ko'rpa ostida g'o'janak bo'ling deyishdan yiroqmiz. Xonani shamollating. Shunchaki har narsada me'yor yaxshi. Siz suzish yoki uchishingizga to'g'ri keladigan tushni bir necha bor ko'rgan bo'lsangiz kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shunga o'xshash hodisa barcha madaniyat, irq va jins vakillari orasida uchraydi. Bu tushlarning eng keng tarqalgan turlaridan biridir. Fiziolog nuqtai nazardan bunday parvozlar uncha muhim emas. Siz suzayotgan yoki cho'kayotgan tushlar uyquning turli bosqichlarida o'tish paytida yuzaga keladigan tanadagi o'zgarishlarga bo'lgan psixologik reaksiya bilan bog'liq. Sizning tanangiz asta-sekin mushaklarning tarangligidan xalos bo'ladi va tushlar paytida bo'shashadi. Endi miyaning tasviriga ham sekin to'xtalsak. Yangi MRT skanerlash qurilmasining yaratilishi insoniyatni uyqu paytida odamning miyasida nima sodir bo'lishini tushunishda yangi yutuqlarga olib keldi. Shifokorlar bosh suyagi qutisining ba'zi qismlarida qon oqishini kuzatishga muvaffaq bo'lishdi. Shunday qilib, ular tushda ishtirok etadigan elementlar gipokamp, xotira bilan bog'liq, bodomsimonlar, hissiyotlar bilan bog'liq ko'prik ekanligini aniqladilar. Ko'pincha tunda yuz beradigan qo'rqinchli tushlar real hayotda boshdan kechiradigan yomon xotiralar yoki noxushliklar bilan bog'liq. Ulardan qutulish uchun birinchi navbatda yomon tushlarni hayotga aynan nima keltirib chiqarayotganini tushunish va bu muammoni hal qilish uchun biron bir qadamlarni tashlash kerak. Agar siz qo'rqinchli tushlarni hech qanday sababsiz ko'rsangiz, balki kechga borib haddan ziyod ovqatlanmaslikka va uyqudan oldin dahshatli filmlar u yoqda tursin, kuchli syujetli filmlar ko'rmaslikka harakat qiling. Yana bir qiziq fakt: siz o'z buyurtmangiz bo'yicha tush ko'rishga so'zsiz kuchingiz yetadi. Buning uchun esa osonidan boshlang. Endigina uyg'onganingizda o'z tushlaringizni syujetlarini yozib oling. Ularning ichida nimalar haqiqat bilan bog'liq, nima esa butunlay fantaziya olamiga tegishli ekanligini alohida belgilab qo'ying. Bu sizni nafaqat tushlarni eslab qolishingizga, balki ularni nazorat qilishingizga ham imkon beradi. Biroz vaqtdan so'ng siz buyurtma qilgan tushni ko'rishingiz mumkin. Agar uyqu oldidan uning syujetini yaxshilab tasavvur qilsangiz bo'lgani. Men ajoyib, g'aroyib bir tushni ko'ray. Tushimda sevganim bilan birga bo'lay. Ya'ni uni baxtli qilay har qaysi on, lekin ovoz keldi birdan. Bolam uyg'on, hozir boraman oyijon. Yana bir hayratlanarli jihati, chuqur tinch uyqu paytida tana va miya tinchlanadi va avvallari bir necha qavat ostida qolib ketgan xotiralar yuzaga chiqadi. Shuning uchun agar sizga kerakli ma'lumotni qiynalib eslamoqchi bo'lsangiz, yaxshisi uxlang. Xonaga tashqaridan shovqin kirmaydigan bo'lsa, unda sizning organizmingiz tezroq tinchlanadi va kerakli xotiralar juda katta ehtimollik bilan xotirangizda tiklanadi. Tushlar haqli ravishda hayotimizda eng sirli va qiziqarli hodisalardan biri. Ular to'g'risida aniq bir narsa deyish qiyin.
Chunki olimlar hanuzgacha uyqu va u bilan bog'liq jarayonlarni o'rganish bilan shug'ullanishmoqda. Ishonch bilan bitta narsani ayta olamiz. To'liq uyqu insonning jismoniy va ruhiy salomatligi uchun juda muhimdir. Agar ko'rsatuvni tunda ko'rayotgan bo'lsangiz, yoqimli va shirin tushlar ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.